Asar hozir срочно Yaroslavskiy oblastga er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Bu baza отдыха. Prava buyurgi shart emas. Registratsiya ham, dokument ham shart emas deyishdi. Закрытая zona bu yerga tekshirish kelmaydi deyishdi. Bularni oyliklari 180 ming. Yoshi chegaralanmagan dedi. Mana shu yerga hozir yana помощник по хозяйству ishimiz ochilgan. Yerlari katta ekan. Помощник по хозяйству yana bir kishi ishi. Bularni oyliklari 100 ming. Одинцовский rayonda hozir ikkita ishimiz ochilgan. Bu sadovnik, помощник по хозяйству ishlari 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimiz ishga olishar ekan. Prava albatta bo'lishi shart deyishyapti. 8 sotik yeri va kichikroq basseyni bor ekan va ularni iti bor. Bularni turadigan joyi o'sha yerda, pitaniyasini ham masalan bir mahal, ikki mahal berar ekan. Bularni oyliklari 100 ming. Ikkinchi ishimizga ham faqat yoshi chegaralangan derdi. Ularda 40-50 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimizni olishar ekan. Ularga prava shart emas ekan. Bularni oyliklari ham 100 ming. Hozir anchagina ochilgan ishlarimizda siz Telegram kanallarimizga ko'rib borsangiz bo'ladi va ishlarimiz yuzasidan 8977 967 50 14 8977 967 77 97 telefon raqamlariga o'ziz haqingizda ma'lumot berib qo'yishingiz mumkin azizlarim. Biletlarimiz bo'yicha ham Sadaf Travel'dan 8977 967 77 97 telefon raqamlariga bemalol aviabiletlar masalasida murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. O'zbekistondan kelish, ketish, Rossiya bo'yicha bemalol onlayn, offlayn biletlarni xarid qilishingiz mumkin.